Assalomu alaykum o'rtoqlar. Mana xudo xolisa navbatdagi ishimizdan kichkina video obzor. 200 kvadratga mo'ljallangan kotlovimiz va avtomat galga qo'yilgan sistemamiz, nasos sistema. Bu yoqda veranda bo'lar ekan. O'sha verandamizga qo'yilgan, ya'ni koridor yoki veranda bo'ladi. Qo'yilgan batareyalarimizni 3 metrdan qo'yib berganmiz. Bilganlar uchun, bilmaganlar uchun balki foydali bo'lar deb bu videoni olyapmiz. Avtomat galgamizning qo'shilish jarayonini. Misol uchun mana bu 0 da turgan vaqtda, 0 ya'ni dumaloqchilikda turganda mana shu chiziqqa to'g'ri turibdi. O'sha holatda hisoblanadi galga. Chaqmoqqa qo'yib olamiz oldin. Bundan u yoqqa buralmaydi mana. Undan keyin qaraymiz. Gaz ovozi chiqishi kerak. Gaz ovozi chiqqanda plikdan chiqayotgan bo'ladi va bosib turgan holatda chaqmoqqa bosamiz. Chaqmoqqa bir marta bosib qo'yib olganimizda pligimiz yondi, ya'ni galka polностью yonmaydi, plig yonadi. 10-15 sekund davomida ushlab turish kerak. Bu kotelni katta kichikligiga qarab bo'ladi. Ya'ni termostat mana shu ko'rishingiz mumkin. Mana cho'qqa aylanib kelayotgan terma, ya'ni issiqligi sezuvchi o'sha datchigimizni qizib olish kerak. Qizib olgandan keyin sekin mana bunaqa sekin holatda qo'yib olish kerak. Birdan qo'yib olsa o'chib qolishi mumkin. Yana boshqa yoqishga to'g'ri keladi. Va hozir mana o'chmadi. O'chmagan holatini bilganimizdan keyingina faqat sekin buni burash mumkin bo'ladi. Mana burashga ruxsat beradi o'zi avtomat galkamiz. Misol uchun birga qo'ydik. Birga qo'yganimizdan keyin galkamiz polностью yondi. Biza 200 kvadratga mo'ljallangan kotlovimizni ikkinchi darajaga qo'yib, 5-6 larga qo'yish shart emas. Ikkinchi darajaga qo'yib, qancha vaqt davomida sistemamiz qizib olishini kuzatmoqchimiz va mijozlarimizga ham foydali bo'ladi deb o'ylaymiz buni. Xudo xolisa mana kotlovni endi qo'shdik, hali muzdek. Ikkinchi darajada qancha vaqt davomida qilishini ko'ramiz. Videoni albatta video davomida tezlashtiraman. Shu vaqtni ekonom qilish uchun sistemaga mana shunaqa 3 metrdan batareyalar qo'yib berganmiz. Sistemamiz nasos sistema. Mana shu verandani hali bu yoqqa yopilar ekan. Akfa bilan yopilgandan keyin bu yoqqa ham turishlik uchun mana 3 metrdan bu yoqda ikkita va u pоворотimizda yana bitta qo'yilgan. Sistemadagi havolani chiqarib olish kerak. Havo bor yo'qligini bitta tekshirib olamiz. O'zi pускательlardan bu yoqda mana havo yo'qligini ko'rdik. Keyingi batareyamizni bu yoqda ham havo bor yo'qligini tekshirib olish kerak. Mana bu yoqda ozgina havo bor ekan. Chunki suv bir tekisda chiqmayapti. Ya'ni bir xil anaqada bu yoqda ham havoni chiqarib olgandan keyin yopib qo'yamiz va keyingi batareyamizni buni ham tekshirib olish kerak. Bu oxirgi to'shqamiz. Bu yoqda xudo xolisa eshik qo'yiladi va bu yoqda akfa bilan yopiladi deyapti uy egalari. Bu yoqda ham havosini tekshirib olamiz. Bu yoqda ham ozgina havo bor ekan. Ozgina havo bo'lsa hech narsa qilmaydi, lekin batareyadagi havolarni chiqarib tashlash o'zi nima uchun kerak? Bu havoni chiqarib olmasak sistemadagi suv aylanmay qoladi. Ya'ni nasos bo'lgan taqdirda ham aylantirib bera olmaydi, chunki havo qayerdadir bo'shliq hosil qiladi-da. Bu yoqdagi suv aylanmaydi, bu yoqdagi suv aylanib turgan bo'lishi mumkin. Bu tarafdagi suv aylanmay qoladi. O'shaning uchun sistemadagi havoni chiqarib olish kerak. Bunga обязательно hamma e'tibor berish kerak. Tak sistemamizni qo'shilganiga 5 daqiqa bo'ldi deb hisoblasak ham, soatimiz hozir kunimizda 2 dan 20 minutdan 14:20 ko'rsatyapti. Qancha vaqt davomida qilishini ko'rib olamiz, xohlasa. 20-25 minut uzog'i bilan yarim soat davomida mana shu oxirgi to'shkamizgacha qaynoq suv yetib kelishi kerak. Ya'ni mana sistemada qancha suv bo'lsa, o'shani 200 kvadratga mo'ljallangan kotlovimizda 20-25 o'rtacha vaqtda qizdirib bergan har doim. Xudo xolisa bu yerdan shu uzog'i bilan maksimum yarim soat ichida suv qizdirib olib, o'sha sistema ishlashni boshlash kerak. Videoni pauza qilaman albatta. Hozir pauza qilib olib turib, keyin xudo xolisa 20-25 minutdan keyin mana shu batareyalarimiz qizigandan keyin yana davom ettiramiz videoni xudo xolisa. Tak o'rtoqlar, soatimiz 14:50 ko'rsatyapti. Ozgina kech qolib ketib videoni olishga, kotlovimiz ochiq holatda, ya'ni o'sha kotov o'zini darajasiga yetgandan keyin terma datchik issiqlik sezganidan keyin mana shu ikkinchi darajaga yetib borganini his qilganidan keyin kotov galkani avtomatik ravishda o'chiradi. Ya'ni avtomat ravishda o'zi o'chib, ichidagi suv sovigandan keyin, sistemadagi suv sovigandan keyin o'zi kerakli darajaga 10-15 gradus tushgandan keyin avtomatik ravishda yana galkani o'zi qo'shib oladi. O'shaning uchun mana bu plik yonib turgan plik hech qachon o'chmaydi. Bu 24 soat davomida yonib turadi. Faqat galkani o'chirib yoqishi mana shu avtomat galkamizga hal qilib beradi. Sistemamizda 30-35 minut vaqt mobaynida qizishga uspet qildi. Xudo xolisa turbalarimizni hali klipsa bilan ilib chiqmaganligimiz uchun mana o'sha tashlashni boshladi. Biz ish oxirigacha tugallanmagan hali. Sistemamizdagi suv issiq, qo'l bilan ushlab turish iloji yo'q qo'lboq mobaynida, chunki qaynoq suv yurtdi ichida. Kimda buyurtma bo'ladigan bo'lsa, shunaqa sistemalarni o'rnatib berishga, samochok sistemalar qilib berishga va materiallar va kotov masalasida kimda savollar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Pastda telefon raqamlarimiz yozilgan bo'ladi. Har xil turdagi, har xil kvadraturaga mo'ljallangan kotovlarni va har xil yoqilg'ida ishlaydigan kotovlarni yasab berish imkoniyatimiz bor. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.